Assalomu alaykum, Berniy xalqim, Berniy texnika obunachilari, hammangizni bir akamiz bilan tanishtirib deganmiz. Assalomu alaykum, Asal aka. Yomg'ir sezon bo'ladir, do'stlar. Berniy texnikadan uzoqlashmaymiz. Shunday texnikalarni qo'yib borishdan charchamaymiz. Yana shunday qanday texnikalar kran bo'laman, manipulyator bo'laman. Kommentariyaga yozib ketamiz, qanday texnikalar joylab boruvdi. Asal akamiz bilan yomg'ir sezon ko'p bo'ladir, mana bilasizlar, kanalizatsiyalar to'lib ketadi. Tagdali deganda hamma narsa bilasizlar. Uyda ishlatilib turgan narsa, kir mashinangiz bormi, boshqasi bormi? To'lganda sirasi mana Asal akamiz telefon etsanglar, bezatkaz nomerlaringiz ishlab turadi, ha? Assalomu alaykum, hamshaharlar. Mana shunday xizmatlarimiz yo'lga qo'yapmiz. Berniy texnikadan uzoqlashmam. Xizmatlar bo'lsa aytaverasizlar. Asal aka, endi bu yer necha kub bu endi tatadi endi? Bu 7 tonna deb aytiladi. Tonnaga 7 tonna deb aytiladi bu. Bezatkaz ishlayverasiz. Endi kechda vizit bo'lib qolishi mumkin. Tundan edi, yoki to'lganni birdan bilib qolishi mumkin odamlar. Ketmay qol. Shlangingiz necha metrga deyim boradi? Shlangimiz 40 metrdan toza ola olamiz. 45 metr shlangimiz bor. Ha, 40 metr. Sentr yerlarda, masalan, ko'chada turib orqaga ko'chani olamiz. 45 metr shlangimizda endi рабочий 45 bo'lgan bilan 40 metrdan oladi. Sababi kolodoskada ketadi 3 metr. Berniy texnikadan bilan xabarlashib, o'zlari aloqaga chiqsa, Asal aka skidka bilan ishlab berasiz elimizga. Ha, Berniy texnika statistiklarni Rahmat, ağa, charchamang, xudo xolasa. Bu yoq bizning izda bo'ladi. Ammamning kuyov bolasi bu. Asal aka degan odam. Yana bir zo'r inson. Kelishtirib, zo'r etib ishlab beradi. Hammaning e'tibori uchun rahmat.